Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi darvozani ko'rishingiz mumkin. Niyat jamoasidan yangilik hisoblanadi bu darvozamiz. To'g'ridan-to'g'ri ma'lumot berishga o'taman, chunki tepada yomg'ir yog'ayapti. Texnik tomondan muammo chiqmasligi uchun. O'lchamlari eniga 4 metr, balandligi 3 metr, 1.8 disdan foydalanilgan. Yo'llariga o'ngon profil ishlatilgan, pastiga 10lik shviller. O'ngon profil ham 2,5 stenada. 1.8, 6 4 profil ishlatilgan, 1,5 stenali. Mana ko'ryapsiz, yangi fason. Darvozaga e'tibor berayotgan bo'lsang kerak, faqatgina zamok bu yerda yo'q, shuning uchun ajrata olmasligingiz mumkin. O'ng tomondagi kalitga hisoblanadi, ya'ni ichida. Umumiy katta qanotda tashqariga ochiladi, kalitga esa ichkariga ochiladi. Orqa tomonni ham ko'rsatib o'tay. Mana bu fasonni yaxshi bilasizlar. Juda modaga chiqqan, trendga chiqqan darvozalardan fasonidan. To'g'ri, birga bir original holatda o'xshamasligi mumkin, lekin umuman olganda orqa tomoni uchun yomon emas. Chiroyli ishlangan. Materiallari ham baquvvat materiallardan. Ichki tomoni ham shu fason, ya'ni qaytigi ham tekis fasonga ishlangan, ya'ni ruchkalari ham bor. 5 kuch profildan ishlatilgan. Mana kalitkasi bu ichkariga ochiladi. Zamok hali qo'shib ulgurganimiz yo'q. Zamokni endi qo'yamiz. Xudo xolsa to'liq videosini umumiy sharhlab turib, Niyat jamoasini kanaliga, YouTube kanaliga qo'yamiz. Mana bu oldi ko'rinishi. Juda chiroyli chiqqan. Ixchamgina oshiqcha detali ham yo'q. Qulaygina qilib ishlatilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, xuddi shu darvoza hozir 12 kvadrat chiqarkan, umumiy, ya'ni vodiy bo'ylab yetkazib borishdi. Narxi 21,500 mingga to'xtayapti. Toshkent, Yo'qa bo'ladigan bo'lsa, albatta bunisini kelishib o'tamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga aloqa chiqishingiz mumkin. Sizga ma'lumot berib o'tiladi.